Assalomu alaykum hammaga. Yana bir важный moment bilan, любопытный moment bilan tanishtirib o'tmoqchiman sizlarga. Gipertoniya. Essensialniy gipertoniya и первичный gipertoniya. Ikki turga bo'ladigan bo'lsak, 95% gipertoniya kelib chiqishini sababi aniqlanmagan bo'lsa-da, biz qanaqa tabletkalar, dorilarni ichishni bilamiz. Yana bir moment bilan tanishtirib o'tmoqchiman, aytib o'tmoqchiman. Salafanni oldingiz qo'lingizga. Salafan. Qachon davleniya ko'tarilganda salafanni paketda olib nafasni olamiz, kislorodni salafanni ichiga yuboramiz. Va shu uglekislый gazni qaytarib ichimizga yutamiz. Uglekislый gaz bu tomirlarni расширение qilgani yordam beradi. Oqibatda natijada to есть davleniya tushishiga ma'lum bir vaqt yordam beradi.